Зачем еще? И меня говорю, договорились, без слова, без ничего, одно желание играешь. Окей, одно желание играешь. Я 3-0 победа. Давай без слова, без ничего, выполняй желание мое. Ты серьезно хочешь, чтобы я показала всем нашу аудиторию? Это игра. Это игра. Это реал. Это игра. Это батл. Окей. Вся аудитория меня говорит, давай, нету желания, нету желания. Окей, сейчас нету желания. Потом играем, ты меня на любое задание говорю, на любое задание играешь. Это слово отвечаю. Джон, окей? Я не буду раздеваться, я не буду 18+ делать, я не буду это. Окей. Сейчас желания нет. Я полностью аудитория, все русские, все узбекские, все СНГ аудитория, я уважаю. Все меня аудитория, желания нету, говорю. Окей. А потом следующий, завтра или послезавтра играешь, желание говорю на любое задание, без слова отвечаю. Окей, Джон? Окей. Сейчас нету желания. Окей. Ты красивый. Бай-бай. Давай, пока. Mayli bir qoshiq qonidan o'tdim. Lekin menga poxxo'y. Men aya o'tirmayman. Eta o'yin, eta oktagon. Mana bu yerda men sikilib, mana bu yerda men itday shartlar qilganman. Men qonini chiqarib olaman Liboyni, jonini chiqarib, jonini sug'urib olaman. Lekin bugun rahmim keldi mayli. Sizlarni ham rahmlaring keldi. Meni ham rahmim keldi mayli. Jonlaring sog' bo'lsin. Hamma yozyapti, mana shart berma deb. Men bir qoshiq qonidan o'tdim mayli. Paton boshqa kuni o'ynasam, bir qoshiq emas, yarim qoshiq ham qonidan o'tmayman, o'ldiraman. Tushundinglarmi? Meni xarakterim shunday. Men shartdan o'ynashni yaxshi ko'raman-da, akalar. Menga sapernik, to'g'risini aytaman, esingida sapernik bo'lmayapti. Bir qonli shartdan o'ynayotgan odam kerak menga. Bular jalab bir normal, уровеньli odam kerak. Bunaqa. Ciao, Oh, ciao, hello, assalomu alaykum. italiana romeno, tu? I am from Uzbekistan. Ah, vabbè, traduttore chat. Okay, cool. Spuneți-mi chatul meu, traduceți-mi. Ăsta are 8.000 de oameni, e forță. Ya kuchli ular. Kuchsiz odam bizga ulanmaydi. Hammasi kuchli. Hammasi kuchli. Endi uyda emasman hozir. Oilam bilan birgalikdaman. Uydagilarim, onam, ukam mehmon kelishgan. Mehmondorchilikda mehmon qilib turibman. Hali sportga, batlga to'liq ham qaytganimiz yo'q. Ertadan uyga qaytaman, o'zim uyimda o'ynayman, xudo xolasa. Nasib bo'lsa, o'yin ham bo'laveradi, boshqasi ham. Prosta endi oila kelgan payt 1 yildan beri onamni ko'rmadim. 1 yildan beri akalar rahmat. Rahmat, jonlaring sog' bo'lsin. Hamdosh yuraysizlar akalar. 1 yildan beri oilamni ko'rmadim. Mana hozir didori g'animat oilamni qo'ldan kelgancha aylantirib, mehmon qilib, onamni ko'ngillarini ko'tarib, menda 1 soatgina, yarim soatgina vaqtim bo'lganligi uchun bugun osdim. Faqat video qo'yib turibman, o'zim kirishga vaqtim bo'lmayapti. Kiramiz, xudo xolasa, har kuni kajdadan kiramiz. Rahmat, jonlaring sog' bo'lsin akalar. Videolar qanday chiqyapti, videolar? Ko'ryapsizlarmi? Endi videoga qo'yishga anav qilmayman. Omad zim deydi. O, Qashqadaryodan. Rahmat akajon, joningiz sog' bo'lsin. Ko'rib maza qilinglar. Musofirda yurganlarda bir g'ujur uyg'otib qo'yapman, xafa bo'lmaysizlar. Men o'zim ham musofirman, men o'zim ham musofirda yuribman. 1 yildan beri ko'rganim yo'q edim. Oxirgi marta
shu oila a'zolarimni hammasini umraga, haj safariga jo'natganman. O'sha borib kelishdi, O'zbekistonga umra to'ylar qilishdi. Chiroyli elu xalqqa bir 1000 kishilik, 1,5 ming kishilik to'ylar qilishdi. O'shandan beri ko'rgani yo'q edim. Mana chaqirdim. Kelishdi. Aylantiryapman qo'ldan kelgancha. Ko'rib yig'ladim. Ay yig'lamanglar. Men o'zim yig'laganim yetadi. Bechora onam ham yig'ladi. Ko'nglim boshqacha bo'lib ketdi. Endi sog'inch yomon narsa ekanda. 8 oy deydi. 8 oymi, 1 yilmi shuncha bo'ldi, ancha bo'ldi. Kimni ishtalar kelib ketishdilar, keyin kelishmadi uydagilar. Tug'ilgan kunimda ham kelisha olmadi. Unda ham boshqada ham kelisha olmadi. Qo'ldan kelgancha endi Xudo xolisa, nasib bo'lsa duosini olaylik. Ona, otani duosini olish yaxshi-da. Voy Murod akam, rahmat akajon. Ota-onalar duosini olinglar. Nima demoqchi bu qiz menga? Firdavs akam, Tojikiston. Oh, Voisim la ureche. Sardor, hello. hello. Hi, I came out because she doesn't speak English and I speak English. I am. Little, you know. Oh, where you from? Uzbekistan. Întreabă Ah, de unde ok. e, că vreau să vorbesc cu el, spangliști mai repede, ațucă mangliști. Mangliști tu, mangliști mai repede, mangliști. How are you? How are you? Where are you living? In Uzbekistan? No. I am living in Dubai. Dubai, you know? Întreabă-l câți ani are și ne îi How old you? How old are you? You're very good looking, she Așa, says. mangliști cu el, că poate punem. Păi taci că trebuie să vorbesc. Așa ți Ah, you live in Dubai. Sardor, you live in Dubai, eh? I am living in Dubai. Dubai, you know? Ah, yeah, I recognized it. Lovely, amazing, yeah, good. I used to work in England, you know, for 17 years, and I used to work for Emirates. Emirates. Yes, Emirates. You know the Emirates airline? English little, you know, lady. Emirates airline, Prince of Dubai. I know Prince of Dubai. Prince of Dubai, Yes, I work for Emirates airline. Emirates. Da. Emirates. Emirates airline, me in UK. Akajon. Buni qaranglar. Yotoqdan ham ko'rinadi aka. Yotoqchani o'zidan shunday chiqqan. Mana janon turishini qaranglar. Tintib qolgan qiz. O'zbekistonni ham tanimadi. Pisand qilmadi, prezident qilmadi. Chiroyli, opishi bilan. Voy chiroyli. Voy chiroyli. Bye, lady. I am follow, okay. Bye. I follow you as well. Follow Sardor. Now. Falo. Follow Sardor. Take care. Thank you. Take care, darling. Bam. Xonachalar varsa shikarni ekan. Yotoqcha burchqalibiga qarab, shunday yotasiz, shunday ko'rinib turadi. Pol, fantan, mantan. Hamma yoq ko'rinib turadi, ikkisi emas. Inglizcha bilmayman-da, inglizcha o'rganishim kerak. Kim edi bu? Assalomu alaykum. Narodo'yin akajon. Yurak yumshab ketganda, yurak yumshab ketgan. Endi uydagilar sog'inga sikilib ketmaymiz Zamirani. Sikaman men jalab. Bishuni amay qamalib olmaymiz Zamira pirab. Men hozir kallamga Zamira, meni miyamga Pamira, boshqa birov dunyoni prinsessasi ham meni miyamga sig'maydi hozir. Men hozir fikr xayolim oilamda. Mening batilga hozir yarimchala bo'lib kirdim. Chin yurakdan o'ynashga kirganim yo'q. Yarimchalaga sikaman Zamira endi.
Onasini omlarga kirib ketmaymiz. Zamira menga hozir naq qilib kerak Zamira. Fikri hayolim o'ylamda hozirga. Pishiraymi? Hozir pamoyim soat 11 bo'ldi. Ular soat 8:30-9 da ketishgani. Menimcha qaytishadi. Qaytish oldi. Ularni kamchiliklarni qilib, narsalarni to'g'irlab, qo'ldan kelgancha qilib qo'yaylik, haliroq ko'rishamiz. Kechroq ular uxlab qolsa yana ochaman akalar. Davay salomat bo'linglar. Onanib ketayda. Pullaringizga Hasrat xizmat bilan qiling. o'zim deb Mirobit yana Hasrat boshqa bilan to'yga o'zim deb- ketib qoladi. ya yerga tegishi shart emas endi. Bola chaqalar to'yiga bo'lsa bo'laveradi. Ha? Ё-моё, перчаток нету вообще?